Barchaga salom. Men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, bugun biz anchadan beri shaxtaga uchmaganim uchun bugun shaxtaga tushmoqchiman, ya'ni juda ham zo'r bo'ladi. Короче, men ozgina puldan ham qiynalib qoldim. Shunga menga albatta ishlashga pul yaxshi berishmaydi, balki qondan juda ham ko'p almas, izmutlar, yana barabotlarlar toparman balkim. Shu bo'lmasam borimiz balkim topib qolarman. Nima deysizlar? Davay unda chiqib ko'ramiz. Qog'ozni topinglar. Bolamga o'zimga kirkan olib olishim kerak birinchi o'rinda. Kirka qani endi? Bosh mana kirkam menim. O'zimning jon kirka jonim beyoqqa kelib qolib olsak juda ham yaxshi bo'ladi. O'zinglar shlem kiyib olamiz, обязательно shlem ham kerak bo'ladi aytguncha. Xo'sh, yana nima? Olamiz va endi fakka olamiz bo'ldi. Shu ikkosi kerak bo'ladi. Ozgina non ham olsakmikin, menimcha olganimiz yaxshi. Ha, va mana ozgina ovqat, albatta o'zimizga ham qolish kerak keyingiga. Va endi esa yo'lga otlanamiz. Ketdik unda, let's go. Yo'lga otlanamiz deyman-da. O'zi yaqinlar yo'q, u narsa prosta mana bu joydan qazib ketaveramiz. Masalan, mana bu joydan o'zimizning uyimiz oldidan qazisak juda ham yaxshi bo'ladi. Juda ham yaxshi va juda ham qiziqarli. Bo'lmasam o'zimizning uyimizdan va o'zimizning territoriyadan juda ham yaxshi bo'ladi. Birovlar bizni urushib o'tirmaydi. Xo'sh, buzib olamiz. Buzamiz. Kuchli. Mayli, juda ham qiyin ekan. Mayli, ozgina sabr qilamiz. Xo'sh, hozir buzib olamiz. Yana buzamiz. Yo'q, qachon bo'ladi? Buzamiz. Voy, qachon tugaydi? Mayli, nima bo'lsa ham sabr qilib qilaveraylikchi ishimizni. Xo'sh. Yonmayu, уже qaraylar, oltin topdim. Mana bolalar, omadsizlikni orqasidan omad keladi. Shuni bilib qo'yinglar. Davay unda qazib olamiz, juda ham yaxshi. Koordinator buni koordinatorlik almos chiqmashi kerak. Endi izmut endi chiqishi mumkindir, lekin almos qanday qilib? What the fuck? Mayli, nima bo'lsa ham endi bo'ldi. O'sha kech. Xo'sh. Tashqariga chiqib olamiz. Xo'sh, hozir jildiraman. Mana bu qayerdan kelgan bu olmoslar? Вообще chotki potga hozir olamiz. Hammasini chotki bo'lib sekingina o'zimning almaschalarim bu yoqqa kela qolaring. Qaraylar, menda 5 ta olmos, bitta izimrud, yana rudalar, oltin ruda va mayda temir ruda. Endi bu ham axir arzon bo'lsa ham ruda, zato ruda, to'g'rimi? Buni ham sotsak bo'ladi. Nima bo'lsa ham hozir bizga juda ham pul muhim. Xo'sh, o'zimizning pullarimiz yetmaydi unisiga. Qancha arendami pulini ham to'lashim kerak. Tushunmadim. Bu nima bo'ldi? Bunaqa zabor. Tushunarsiz, xayrimi? Hozir mana bularni ovolaylik. Birinchi o'rinda mana bular muhimroq undan ko'ra, to'g'rimi? Chunki biz hozir mana bularni olmasak bo'lmaydi. Qani hozir bola короче olishimiz kerak. O'zi bu narsa nima bo'ldi? Men hayronman. Yana mana bularni olamiz. Mana buni va sekingina tushib olamiz pastga bir to'la. Hoppa. Bu eshik ekan-ku axir. Juda ham g'alati. Qanaqa eshik bo'ldi bu? Hozir ko'rish kerak buni. Qaraylik, pechka turibdi, qanaqadir. Pechka va yana yaxshilab ko'raylikchi. Nima bor? Ko'rmayapman yaxshi. Xo'sh, yana hozir mana bularni buzib olaylik. Yana hozir yana nima? Mayda yorito'ramiz ozgina. Endi esa qanaqadir lesnitsa tepaga chiqadigan. Juda ham g'alati, вообще g'alati. Qanaqadir pollar, nimadirlar, joylar ko'rinmayapti. Bu eshikni ochisham iloji yo'q. Hozir mana buni buzib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Ketdik, chiqamiz birinchi o'l tepaga. Xo'sh, tepaga chiqamiz. Va endi esa qani o'zimizning sindiradigan narsa voy. Endi yo'q, afsus. Mayli, nima kerak axir menga? Ne kerak bu? Voy.
Mayli endi kirkida buzib ko'ramiz. O'zimga kerakli 11 yo'q. Короче, esim yo'q. Buzish kerak etamiz. Yo'q, buzish qiyin bo'lyapti. Buzildi. Let's go. Juda ham yaxshi buzildi. Endi esa ochamiz ichini. Yo'q, ochish qiyin bo'lyapti. Juda ham qattiq. Yo'q. Hoppa, ochildi. Let's go. Muncha qiyin bu ochish. Nima? Bu juda ham eskiga o'xshayapti. Juda ham eski. Judayam g'alati va judayam eski. Judayam g'alati. Xo'sh. Judayam g'alati. Men birinchi marta ko'rishim bu cho'ponligini hali bilmasdim даже. Hozir yaxshilab tekshirib ko'raylikchi. Qanaqadir kitoblar va bu yerda divan, yana hech narsa yo'q bu yerda. Yana qishloqlar, bu joy meniki. Boringlar, ketinglar. Men bu joyni birinchi topdim. Yo'qolinglar meni shaxtamdan. Yo'qolinglar dedim. Bo'ldi. Endi eshikni yopib qo'yamiz. G'alati jo'ra. Izimrud. Sekingina olsam. Tegmaydimi? Yo'q, olmaymiz. Bo'ldi, qo'yinglar. Yo-moyo, 26 ta izimrud olsam o'zimga olaman. Yo'q. Baribir biron narsasi. Biron narsasini tegmaganim yaxshi. Shu izimrud, yana oddiy tosh va bir ikkita ovqatlar bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Sanatda. Yo-moyo, bular nimalar bo'ldi? Bitta ishlatib ko'rsammikin, bali sezmaydi, hech kim yo'q. Mayli, ishlatib ko'raman xolos. Bo'ldi. Keyin sразу qaytarib qo'yganman joyiga. Iltimos, bitta ishlatib ko'ray. Xo'sh, даже ketdik tepaga. Sekingina chiqib olamiz. Yo-moyo, bu yerdan chiqadigan joy bormi? Yo-moyo. Foshi g'alati-yu, qaranglar. Administrator ko'rsataman. Hozir qaranglar. Ana bu yerdan chiqadigan joy bor ekan. Qochinglar, qishloqlar, bu yerda men topdim kelmaydi. Qaranglar. Hozir yana nimadir bormi? Yo'q bu yerda. Boshqa hech narsa yo'q menimcha. Bo'ldi. Qaranglar, tepadan chiqadigan endi yashirin chiqadigan joy bor ekan. Juda ham g'alati. Mayli, nima bo'lsa ham. Xo'sh, bu qanaqadir qishloqmi? Menimcha qishloq oddiy. Bu avtomat. Yo-moyo, qaranglar, rostga ham avtomatmi? Rostga ham avtomat. Bu nima bu? Vertolyot. Yo-moyo, vertolyot mana bu. Ko'ryapsan, bolam, mana bu vertolyot. Yo-moyo, bu nima bo'ldi? Nima bu? Portlaydigan narsami bu? Nima bu? Tushunmadim. Yo-moyo. Qaranglar, juda ham qiziqarli narsa ekan. Vau. Ham g'alati ekanchi. Menga uncha ham yoqmadi, tashlab olish kerak. Bu esa nima bu? Menimcha bu nimaga kerak? Bu xalat. Aytgancha qishloqlar, menimcha buni ko'proq qishloqlar ko'rganman. Demak, bu qishloqniki. Qishloq. Yo-moyo, bu nima bo'ldi? Yo-moyo, bu nima bo'ldi? Вообще yoqmadi menga tamom. Bu nima? Qaysi jin o'ynaydi buni? Bu вообще bo'lmaydi. Bu qonmi? Tushunarsiz narsa ekan. Yo'q, maslahatdan buni ichmaganim yaxshi menga. Bu nima? Uymi? Voy, bu juda ham zo'r uy ekan. Yo'q, bu uy emas. Bu sotadigan joy, sotuvchi joyi. Tushunarli. Bo'ldi, endi esa menimcha hammasini tekshirib ko'rdim. Endi esa keyingina tushamiz pastga. Bu yerda olib qo'yamiz. Endi esa ketdik. Hozir uyimizda qani ma'lumot yig'ib ko'rishga harakat qilamiz. Yoki ozgina o'tiramizmi? Bilmadim. Ozgina ma'lumot ham yig'ishga harakat qilaman. Hammasi hozir bugun kechqurun tushdi. Uxlash kerak. Hali ko'p ishlarimiz bor hali. Bizning hali ko'p ishlarimiz bor, lekinchi. Mayli. Hozir uxlash payti emas. Bitta hozir tekshirib ko'rish kerak. Keyin uxlaymiz. Ketdik unda. Keyin uxlashimiz mumkin. Kunduz turibdi. Barabarni olamiz. Bu yerdagilar darslar qani? Bu yerdagilar. Nima qilyapsan bu yerda? Aytyapman. Nima qilyapsan bu yerda?
Tushunmadim. Qishloqqa nima qilyapsan? Nima bu seni joyingmi? Bu yerda nimalar bu qilyapsan? Qara, hamma nimaga bu yerdasan? Uzr so'rayman. Bu shaxtani ko'rib qoldim. Keyin bu yoqqa bitta kirishga qaror qildim. Juda ham zo'r joy ekan. Menga yoqib qoldi lekin. Ha, cho'chib ketibman men qanaqadir yomon odammisan debman. Ha, mayli, yaxshi qol. Xo'p, uzr so'rayman. Hozir chiqib ketaman. Xo'p, mayli, bemalol turaver xohishingcha. Keyin ham chiqib ketaversan, balki ko'rgani kelgandirsan, mayli. Xo'p, bo'pti. Hozir chiqib ketaman. O'zim ham rosa qiziqar kelgan edim. Bo'pti, mayli, bo'lmasa men ham chiqdim. Endi rosaga uxlamasam bo'lmaydi. Qanaqadir qishloqqa deb cho'chib ham ketdim. Mayli, endi uxlashim kerak, juda ham charchadim. Qutuldim. Oddiy o'yinchi bu. Qanaqadir laqqa tushdi, qanaqadir qishloqdan. Nima qilayotganini bilmadi.